Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bir qator loyihalar orqali 12 mingdan ortiq bolalarga yordam berildi. Bu loyihalar Mohir qo'llar, Birgalikda o'qiymiz, Ezgulik manzili, Sog'lom kelajak, Xrustal bolalar loyihalaridir. Birgina Ezgulik manzili loyihasi orqali biz uzoq tumanlardagi bolajonlarga, nogironligi bo'lgan bolajonlarga, kam ta'minlangan bolajonlarga yordam berib keldik. Uzoq tumanlarga poytaxtning o'zidan yuqori malakali mutaxassislarni olib borib, jarrohlik amaliyotlarini viloyatlarning o'zida bajardik. Shu bilan birgalikda u yerdagi shifokorlarni mahorat darslari orqali malakalarini oshirib keldik. Birgina Sog'lom kelajak loyihasi orqali 400 mingdan ortiq bemor bolajonlarimizga Turkiyaning nufuzli klinikalaridan kelgan mutaxassislar orqali yordam berildi. Ya'ni O'zbekistonda qilib bo'lmaydigan jarrohlik amaliyotlarini Turkiya shifokorlari bilan birgalikda uzoq tumanlardan kelgan bemor bolajonlarimizga o'tkazdik. Jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish bilan birgalikda u yerdagi mutaxassislarning malakalarini ham mahorat darslari orqali oshirib keldik. Arfan kasalligiga kiruvchi gashlik kasalligi bilan kasallangan bemor bolajonlarimizni davolash uchun Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga 15 milliardga teng bo'lgan glurazin dori vositasi topshirildi. Birgina Billur bolalar loyihasi orqali 70 dan ortiq bemor bolajonlarimizga yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini bajardik. Billur bolalar loyihasi doirasida Respublika bolalar ortopediya markaziga tibbiy uskunalar hamda o'suvchi stерженlar xayriyat sifatida taqdim etildi. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi 2026-yilda ko'plab loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Ushbu loyihalar tibbiy, ijtimoiy hamda ta'lim yo'nalishida bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, aziz ota-onalar va mehribon bolajonlar, yangi yil barchamiz uchun yangi umidlar, ezgu niyatlar va yorqin orzular yili bo'lsin. Yangi yilda ham mehr-oqibat, saxovat va birdamlik qadriyatlari jamiyatimizda yanada mustahkam bo'lishiga ishonamiz. Farzandlarimiz tinch, sog'lom va quvonchga to'la muhitda ulg'ayishi, ularning orzulari ro'yobga chiqishi uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilaylik. Barcha yurtdoshlarimizga mustahkam salomatlik, xonadonlaringizga fayz va baraka, qalblaringizga esa quvonch tilayman. Yangi yil har bir oilaga tinchlik, baxt va farovonlik olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.